3 sotixli hovliga ikkita oila maza qilib yashasa bo'ladigan holatda narxchasi ham zo'r. Hamma izlaydigan joy Karvon bozoriga yaqin joyda Sheyxondagi uchastkalar massivi, ko'chamiz asfalt bo'lgan, fasadlari chiroyli qilib ta'mirlangan, gaz, svet, suv hammasi ulangan. Proyektiga to'xtaladigan bo'lsak, kirishimiz bilan darvozaxona, hovlimiz ham hashamatli ko'rinishga ega. Ichkarida birinchi hol, pastda 3 ta alohida xona, bitta umumiy sanuzel xona uchun joy va oshxonaga joy qoldirilgan. Ikkinchi qavatda ham hol, 3 ta alohida xona, bitta umumiy sanuzel xonasi, bitta родительский spalni ichida sanuzel xonasi bilan hamda terrasa qilishga mo'ljallangan joylari qoldirib o'tilgan. Umumiy ko'rinish sizlarga 6 ta xona, 3 ta sanuzel, 2 ta hol hamda terrasalardan iborat bo'lgan hovlimiz Sheyxondan 7-muyilishdan sotuvga qo'yilyapti. Pastda to'g'ridan to'g'ri egasini raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib, kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Narxini ham yozib qoldirganmiz. Bunaqa uylar o'tkazib yurmaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin.